Hammaga salom, sizlar bilan Shayx Emis. Bugungi videomizda qaysi biri zo'rligini bilib olamiz. Bu mashinalarni har qanday qiyinchiliklar bilan chiqaramiz. Qaysi biri yutqizadi, qaysi biri yutishini hozir bilib olamiz. Kanalga obuna bo'lib bosishni unutmang. Ketdi birinchi Cobalt boshlaymiz. Har qanday qiyinchiliklar qilamiz. Boshda drift ko'ramiz. Har qanday qiyinchiliklar qilamiz. Chiqib bilamiz. Qiyinchiliklar qilamiz. Voy. Ketdi. Cobalt yonib ketyapti. Cobalt chidab bilmadi. Chiqishga istab bilmadi. Hozir portlaydi. Endi navbat Gentra portlab ketamikan yo o'z holiga kelamikan ko'ramiz bunaqa. Buni ham qiynab tushiramiz. Keyingi videoda nima chiqishini yozib ketinglar kommentariyaga. Qiyinchilik qilamiz mashinani. Qilyapsizlar qiyinchilik bilan. Gentra legendaligi shu yerdan ham bilinib turibdi bolalar. O'smi. Qanaqa qiynaydi? Shundan ortiq. Qanaqa? Voy! Bolalar ko'rdingizlarmi? Har qanday qilib yetib turibman. Voy! Qaranglar. Voy! Bolalar Gentra baribir legenda. Chiqardi. Bu ham portlaydi endi. Portlab ketdi. Xayr Gentra legenda. Videoni shu yerda to'xtatamiz. Hammaga xayr. Sizlar bilan Shayx. Keyingi videolarda nima chiqishini kommentariyaga yozib keting. Obuna bo'lish isdan chiqmasa like bosib kuzatinglar. Hammaga xayr. Bu bitak Telegram kanalimga tashlab qo'yibman. Silka videoda.